chaqib oldim. 200 gram atrofida sut qo'ydim. Qizlarjonlar, tabga ko'ra ozgina tuz, tabga ko'ra ozgina razrıhlichi solamiz. Suvchani ichida o'simlik yog'i solamiz. Taxminan 3-4 qoshiq. Venchikda aralashtiramiz. Un solib aralashtirishimizni davom etamiz. Odatdagi birinchi xamiridan ozgina quyuqroq bo'ladi. Bitta idishimizga ham agar idishingiz yo'q bo'lsa, konditerskiy meshopkami quyib olsanglar bo'ladi. Tavamni qizdirib oldim. Endi mana bunaqa idishga quyib olganman. Massalarimizni quyishni boshlaymiz. Qancha mayda quysangiz, shunchalik chiroyli chiqadi. Yana shaklida quyib tashlasanglar bo'ladi. Keyin mana bunaqa u yoq tarafini ham ag'darib olamiz. Qizlarjonlar, mana buni go'zalligini qaranglar. Mana bu orqa tarafi. Xohlasanglar bir qavatida birinchi kam bo'lib qoladi desanglar, ikki qavatini ham o'rasanglar bo'ladi. Salatli listlarni qo'yib olamiz. Orasiga men sosiska qo'yaman. Xohlagan nachinkalarni solsanglar bo'ladi. Sir joylab olaman. Va mana qizlar qaranglar, ahamiyat beringlar, ikki qavatini qilib o'raymiz mana. Bittasi, ikkinchi qavati mana. Kстати, bitta o'rab olibman. Ikkinchi qavati mana. Nonushta va zakuska tayyor bo'ldi.